Assalomu alaykum azizlar. Shifokor bo'lganim uchun olxo'ri tarkibidagi moddalarni organizmga bo'ladigan farmakologik ta'siri haqida sizlarga xalq tilida tushuntirib chiqishga harakat qilamiz. Olxo'rni ruschasiga sliva insonlar yaxshi ko'radi va to'g'ri iste'mol qilsa o'ta foydali hisoblanadi. Olxo'ri iste'mol qilganimiz bilan foydasini bilmaymiz degan o'rinli savol berishadi. Olxo'rni ovqatdan 1-1,5 soat oldin yoki keyin 2-3 mahal olxo'rni katta kichikligiga qarab kamida 4-6 dona iste'mol qilinadi. Olxo'rni tarkibida qand, oqsil, ovqat tolasi, organik kislotalardan olma, limon, oksalat kislotasi, vitaminlardan vitamin C, B1, B2, B6, PP, biotin, karotin, pektin va mineral moddalar va boshqalar bor. Qisqacha qilib aytganda, olxo'ri ichak qabziyatida, aterosklerozda, gipertoniyada, jigar va o't qopi kasalligida, isitmada, ayniqsa revmatizm istimasida, CD haydagani uchun podagra, ya'ni bo'g'im kasalligida, o'pkadan balg'amni ko'chirishda, kamqonlikda, ba'zi bir nerv kasalliklarida buyuriladi. Birinchi, gemoglobinni oshirish uchun olxo'rni bir o'zini iste'mol qilinadi. Chunki olxo'rning tarkibida oksalat kislotasi bor. Oksalat kislotasi temir moddasini organizmga so'rilishiga to'sqinlik qiladi. Ikkinchi, oksalat kislotasi virus hujayralarini organizmga ko'payishini va tarqalishini oldini oladi. Demak, viruslik kasalliklarga ham dori sifatida ishlatsa bo'ladi. Uchinchi, shuning uchun olxo'rni ovqatdan 1 soat oldin yoki keyin katta kichikligiga qarab 8-10 dona 2-3 mahal iste'mol qilsa, oksalat kislotasini organizmga bo'lgan salbiy ta'sir bo'lmaydi. Olxo'rni esa foydali xususiyati yanada oshadi. To'rtinchi, oksalat kislotasi borligi uchun buyrak tosh kasalligida iste'mol qilib bo'lmaydi degan o'rinli fikr bildirishadi. Oker, lechение сырым овощным соком, Odessa, 1990-yil 53-54-betda yozilishicha, kimyoviy va termik, ya'ni issiqlik ta'siriga uchramagan, ya'ni tabiiy holatdagi oksalat kislotasini bersa yaxshi bo'ladi. Demak, haqiqiy tabiiy quritilgan olxo'ri ham foydali hisoblanadi. 5. Vitamin B1 nerv sistemasi ish faoliyatida qatnashadi. Miya nerv hujayralarida uglevod almashinuviga, ya'ni oziqlanishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. 6. Vitamin B2 o'sishni stimullaydi. Hujayralarni nafas olishiga ta'sir qiladi. Ko'zni ko'rish qobiliyatida qatnashadi. 7. Vitamin B6 oqsil almashinuvida qatnashadi. Oqsillar, fermentlar, gemoglobin hosil bo'lishida, organizmdagi toksik, ya'ni zaharlik moddalarni zararsizlantirib, organizmdan chiqarib yuboradi. 8. Vitamin B3, ya'ni PP qon tomirini kengaytirib, uni o'tkazuvchanligini oshirish hisobiga to'qimalarga ozuqa moddasi yaxshi boradi. Yana qonda lipid, ya'ni yog' miqdorini kamaytiradi. 9. Biotin, bu vitamin N hisoblanib, bu vitamin organizmda yog' va uglevod almashinuvida qatnashadi. Yana yurak va uni qon tomiri ishida qatnashadi. 10. Vitamin A qondagi limfotitlarning lizosomasiga ta'sir qilib, limfotitlarni fagositoz, ya'ni xalq tilida qondagi kasallik chaqiruvchi zaharlarni yutib yuborish qobiliyatini oshiradi va immunitetni bir turini oshishiga sabab bo'ladi. Vitamin A ni boshqa foydali xususiyatlari ham ko'p. 11. Yana olxo'ridagi pektin moddasi
ichak devoriga har xil toksin yoki zaharlar va shilliqlar yopishgan bo'lsa, o'zi bilan olib chiqib ketadi. Agar shular bo'lmasa, ichni yumshatadi, ya'ni qabziyatni oldini oladi. Ichakni tozalashi hisobiga iste'mol qilingan ovqatdagi vitamin va boshqa mahsulotlar organizmga yaxshi so'riladi. Yana ichakni o'zida ham vitaminlar hosil bo'lishida qatnashadi. Misol uchun vitamin B9, B12 larni hosil bo'lishda qatnashadi. Vitamin B9, B12 lar bo'lmasa gemoglobinni oshirib bo'lmaydi. Gemoglobinni oshirish uchun olxo'rni ovqatdan 1-1,5 soat oldin yoki keyin iste'mol qilinadi. 12. Olxo'ri tarkibidagi olma, limon va boshqa kislotalar ta'sirida ichakdagi saprofit mikroorganizmlar, ya'ni xalq tilida foydali mikroorganizmlar yaxshi rivojlanadi va natijada ichakda o'zi vitaminlar hosil bo'lishi va uning so'rilishi kuchayadi. Olxo'rni quritilgani ham foydali hisoblanadi. Olxo'rni semizlikka moyil, qandli diabetda tavsiya qilinmasligining sababi tarkibida qand moddasi ko'p bo'ladi. Ibn Sino fikriga ko'ra, olxo'ri mevasi o't haydaydi, ichni yumshatadi, qabziyatni oldini oladi. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz. Olxo'rni tarkibidagi moddalarni organizmga bo'ladigan ta'sirini Aziz va farmakologiya darslik 2000-yil Karimov xalq tabobati va zamonaviy ilmiy tibda ishlatiladigan shifobaxsh o'simliklar 1993-yil Xalmatov meva, sabzavotlar va ziravor o'simliklarning shifobaxsh xususiyati 1995-yil Jami bo'lib 7 kitobdan foydalandik.